Hurmatli o'quvchilar, mana hozir har biringizni mustaqil tayyorlagan ishlaringizni yeb ko'rdik. Baholi qudrat qo'lingizdan kelgancha harakat qilgansiz. Juda ham yaxshi bajargansiz, lekin degan joylari bo'lyapti. Bu yerda hozir deyarli hammani go'shti yaxshi pishmagan. Ovqat qilmaganligingiz bilinadi, tuzni normada solmagansiz. Juda ko'pchiligingiz shunaqa xato qilgansiz. Biz hozir birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni e'lon qilaman. 8A sinf 7 ball bilan 3-o'rinni egallashdi. 8 oshpazi kim edi? Молодец. 2-o'rinda 10B sinf 8 ball bilan o'zini qizmagan. 1-o'rinda 11D sinf 9 ball bilan g'oliblikni qo'lga kiritdi. Sizlarga ham ertaga faxriyorlik va esdalik sovg'alaringizni topshirishadi.